Assalomu alaykum jazmabel a'zobunachilari. Bugun sizlar bilan yangi mexanizmli uголовimizni obzor qilib o'tamiz. Videoda oxirigacha ko'rib tursanglar, narxini ham aytib o'tib ketaman. Xo'p, buni birinchi olib turib materiallaridan boshlasak. Materiallari Eron materialda bo'ladi. Materialni ko'rishingiz mumkin, taralishlarini juda ham chiroyli taraladi. Xo'p, machalkalari 22 plotnosli, juda ham yumshoq machalkalari. O'rtacha odam maza qilib, bemalol dam olib o'tiradi. Mexanizmlarni ham ko'rsatib o'taman hozir. Hop, machalkalari 22 plotnosli bo'ladi. Yog'ochlari sasnadan bo'ladi. Endi buni har bitta mexanizmini ko'rsatib o'taman. Nima deyapti? Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Xudo xohlasa mexanizmida. Mana. Bu yoqni ham ko'rsatib o'taman. Hop. Bolishlarni ham ko'rib turishingiz mumkin. Bir xil material. Sifatli materiallarda Turkiya fasonida bo'lgan. Ko'rib turishingiz mumkin. Bemalol odam dam olsa bo'laveradi. Qo'lni chiqarib olsa, yotib turib, masalan, bittanta mehmonxonaga ham qo'ysanglar, masalan, aytda yotasizlar, yotib turib, bemalol televizor bo'ladi, bemalol yotib narsalarni qo'yib ko'rsanglar bo'laveradi. Albatta, hozir ko'rib turishingiz mumkin, juda ham keng. Metrlarni o'zingiz uyingizga moslab turib qilib beramiz. Xo'p, yana narxini ham aytib o'tib ketay, narxi esdan chiqib qolmasin. Narxi 7,999 ming so'm skidkada. Buni boshqa joylardan so'rab qo'yishingiz mumkin akalar, bemalol. Bu uголовlar boshqa yerda 10 milliondan 15 milliongacha topishingiz mumkin. Xudo xolasa eng arzoni bizda har doimgidek. Xo'p, bu mahsulotimizni xohlasanglar naqd pul to'lovga, xohlasanglar muddatli to'lovga olishingiz mumkin. Muddatli to'lovga olmoqchi bo'lsanglar, bitta pasport va plastik karta yetarli bo'ladi. Bo'ldi. Shu mebelimizni hamma joyini bitta ko'rsatib qo'ysangiz, yog'ochlarni ham alohida, mexanizmlarni ham ko'rsatib o'tdim. Mexanizmida xudo xohlasa hech qanday muammo bo'lmaydi. Keng ham keng bo'ladi, ham xohlasanglar tor joyga qo'yib turib bemalol dam olib o'tirsanglar bo'laveradi. Manzilimizni ham aytib o'tib ketay. Manzilimiz vodiyda, Andijon shahar, Soy eski majzavod ichida. Boshqa mebellarni ham ko'rsatib qo'yamiz. Boshqa mebellarimizni ham xudo xolasa obzorlarni qilamiz. Pastda nomerlarimiz bor. Nomerlarimizga aloqaga chiqib bemalol zakaz bersanglar bo'ladi. Manzilimiz Andijon shahar, Soy eski majzavod ichida.